Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Jonli efir qilaman dedim, hech gap so'rashga vaqt qolmadim. Birinchisi olishim kerak edi desam, yana vaqt bo'lmayapti gap so'rashga. Ana zerikib tanga sig'ib qolyapmanmi deyman, bilmayman. Xo'p, shunga shitdan hozir ba'zi muhokamali narsalar bo'lib qoldi. Sal anaqa qiladigan fikr bildirish kerak bo'lgan joylar bo'lib qoldi. Shunga fikr bildirib o'tdi. Temperatura risk qilib joylayveramiz shunaqani jonli efirda. Xo'p, Twitterda sal mojaro ko'tarilibdi. Agar ko'rgan bo'lsalaring kerak, men post ham qilib qo'ydim storiyaga. Ba'zi shunaqangi bir pastkash insonlar ham bor deydi dunyoda. Endi qanaqangi har xil bor ekan. Ba'zi ayollarning rasmini olib, sun'iy intellekt yordamida yechintirib joylayotganlar bor ekan. Shunaqangi endi shunday yaxshi narsadan shunaqa maqsadda foydalanganlar ham topilyapti. O'zi hozirgi paytda sun'iy intellekt xavflaridan biri mana shu bo'lib turibdi o'zi. Insonlarni har xil holatga tushirib rasmini chiqarish mumkin bo'lyapti, video qilsa bo'lyapti, ya'ni 18+ anaqa qilsa bo'lyapti, videoga anaqa qo'rishyapti, aynatib boryapti videolarini, rasmlarini olib turib. Yoki mana ba'zi mashinliklar ham foydalanyapti sun'iy intellekt yordamidan. Har xil moliyaviy anaqalarga. Shuning uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsak, shu sun'iy intellektni yaxshiroq o'rganish kerak. Ozroq o'rganib, shuni ko'rib chiqish kerak. Keyin ayol qizlarimizdan men so'rab qolardim, shu ijtimoiy tarmoqlarga iloji boricha o'zlaringning rasmlaringni joylamanglar. Har xil insonlar bor, shunaqangi maqsadda ishlatishi mumkin. Keyin shantaj qilishi mumkin, turli xil anaqalar bilan. Internetga tarqatib yuboraman deb, boshqa qilaman deb. Chunki buni hali biz chora tadbirini men bilishim bo'yicha olingan yo'q hali. Endi aytishlarim mumkin ChatGPT'da qilib bo'lmaydi-ku deb. ChatGPT'ni ishodni kodlari ochiq. Ishodni kodini olib turib, abag'ini o'zgartirib, o'zlari sun'iy intellekt yaratib olyapti hozir. Va o'sha sun'iy intellekt yordamida qilyapti. Keyin Darknetda o'zida ham bir qancha minglagan sun'iy intellektlar bor. Tayyor qilingan. Shuni o'zi ham qilsa bo'ladi bunaqa narsalarni. Oldinlari bunaqa ishlardi. Kamchilik odam qilardi. Photoshopda qilsa bo'lardi, juda ham bunaqa hammaning qo'ldan kelmasdi. Qila oladiganlari ham bunaqa o'xshatilmasdi. Bilinib qolardi o'sha Photoshop qilingani. Ba'zi aktrisalar qilishgan edi. Lekin bilingan edi. Lekin mana hozirgi bu sun'iy intellekt lekin mana hozirgi sun'iy intellektdagi qilinayotgan bu narsalarda даже mutaxassislar ham ajratishi biroz qiyin bo'lyapti. Chunki mutaxassislar mana shunday olmaydi o'zi. Shunaqangi professionalni tayyorlab qilingan ajratish qiyin masala. Bundan tashqari ham sun'iy intellektni foydali tomonlari ham bor o'z aslida. Bir qancha ishlarni bitirib olsangiz bo'ladi shu yordamida. Lekin mana shunaqangi zararlari ham ko'rinib turibdi. Shuning uchun men aytib qolardim, iloji boricha o'sha ijtimoiy tarmoqlarga rasmlarni kamroq joylayar yoki o'sha joylashtiradigan bo'lsalaring ham yuzlaringni ko'rsatmasdan qilsalaring yaxshi bo'lardi. Endi xosatan bu ayollarga tegishli. Undan keyin mana bu ba'zi oilaviy anaqalarda ham shunaqa mojaro bo'lib qolyapti. U kim bilan rasm chiqib qolyapti. Menga qo'ng'iroq bo'lib qoldi.